Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana inshaalloh do'stlar Grensiyaga chiqib, yarim yo'lga mana qaytib keldik inshaalloh. Mana bu yerga Toshkent kafemizni, Saratovdagi Toshkent kafeni filiali, bu yerga Navot degan choyxona, kafe ochilibdi. Inshaalloh yana shu yerga kirib ham bir holatni bir bilib chiqamiz. Qani yangi ochilgan kafega bir kirib turib, baholarini bilamiz. Qani obunachilar nima deydi? Yo'lovchilar nima deydi, hammasini kuzatib ko'ramiz nasib bo'lsa. Videoni kuzatishga davom etingizlar, inshaalloh kafe haqida axborot beramiz. Mana inshaalloh do'stlar, mana xudo xolasa o'sha Navot kafe ichkarisi holati sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Har doimgidek jigarlar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Qanday o'zingiz? Tinchmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi o'tdingizlarmi Grensiyada? Rahmat, zo'r-ku. Bu kafelarni, yangi kafelarni ochib yuboribsizlar. Qachon ochiladi aka? Bu kafe ochilganga 3-kun bugun. Toshkent kafe ikkinchi filiali. Toshkent kafening ikkinchi filiali, ha? Ikkinchi filiali. Penzaga? Penzaga. Kilometr qancha? 613-kilometr. Ha, 612-kilometr. Mana do'stlar, mana shu akamizni mana oldin Toshkent kafega videolarga tushirganmiz. Inshaalloh mana akalarimiz bilan yana shu yergamiz. Xudo xolasa, avqatlarni yana bir tatib ko'ramiz. Nasib bo'lsa. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Inshaalloh yangiliklar bo'lsa xabar beramiz.